Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizga bir xbet platformasida qanday qilib ro'yxatdan o'tishni tez va oson tarzda ko'rsataman. Agar siz hali hisob ochmagan bo'lsangiz, ushbu video siz uchun foydali bo'ladi. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki muhim bosqichlarni ketma-ket ko'rib chiqamiz. Avvalo, bir xbetning rasmiy sayti yoki mobil ilovasiga kiring. Bosh sahifada joylashgan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan so'ng sizga bir nechta ro'yxatdan o'tish usullari taklif qilinadi. Telefon raqami, elektron pochta yoki boshqa mavjud usullardan o'zingizga qulayini tanlang. Agar telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, mamlakat kodini tanlang va telefon raqamingizni kiriting. Elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tishni tanlasangiz, faol foydalanadigan email manzilingizni yozing. Keyingi qadamda hisobingiz uchun kuchli parol yarating. Parol harflar, raqamlar va maxsus belgilarni o'z ichiga olsa, hisobingiz yanada ishonchli himoyalanadi. Ro'yxatdan o'tish formasida promo kod degan maydonni ko'rasiz. Shu joyga bir xbet pro promo kodini kiriting. Agar ushbu promo kod sizning hududingizda amal qilsa, platforma tomonidan taqdim etiladigan bonus yoki aksiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Bonuslarning mavjudligi va shartlari hudud hamda amaldagi qoidalarga qarab farq qilishi mumkin. Endi ism, familiya, tug'ilgan sana va boshqa talab qilinadigan ma'lumotlarni to'g'ri kiriting. Barcha ma'lumotlarni tekshirib chiqqach, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Agar telefon raqamingiz yoki elektron pochtangizga tasdiqlash kodi yuborilsa, uni tegishli maydonga kiriting va hisobingizni faollashtiring. Tabriklaymiz! Endi sizning bir xbet hisobingiz muvaffaqiyatli yaratildi. Hisobingizga kirib, profilingizni to'ldirishingiz va kerak bo'lsa, shaxsni tasdiqlash jarayonidan o'tishingiz mumkin. Platformadan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga amal qiling. Faqat rasmiy sayt yoki ilovadan foydalaning va hisob ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr.